el yurt hurmati ordeni sohibi, bizni bolaligimizni eslatuvchi san'atkor, o'xshasa faqat o'ziga o'xshaydigan Sanobar xonim Rahmonovani taklif etamiz azizlar. Marhamat, qarshilarni emishlar. Marhamat. Keling ustoz. Yaxshilab olqishlarni tindirmasdan chalib turamiz. Atroq shalaverasizlar, qarshilarni albatta. Axir bular darg'a san'atkor. Keling, Sanobar opajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, va alaykum assalom. Va albatta Ixlosjon Jo'rayev bilan birgalikda. Marhamat, tabrikingiz. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Valijon ukamizni baxtli kuniga, qizimizni baxtli kuniga yig'ilgan aziz mehmonlar, barchangiz xush kelibsiz. Avvalambor yaratgan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Siz bilan bizni shu yerda uchrashtirib qo'yganiga, shunday baxtli kunda birgaligimizga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Ilohim, qizimiz baxtli bo'lsin, uvoli juvoli bo'lsin. Tushgan joyida azizi mukarram bo'lsin. Bu qizimizni 2 yilmikin, 3 yilmikin bo'ldi, bir chiroyli joyda uchrashib qoldik. Ustoz bir duo berib keting deganda, shu qizimizga nafaqat san'atda malika bo'ling, oilada ham malika bo'lib yuring deb duo qildim. Amin, amin. Baxtli kuningizda birga bo'lishlikda Alloh nasib qilsin degan edim. Mana Allohim yetkazib turibdi shu bugungi kunda. Ilohim baxtli bo'ling. Yanagi yilga shunaqa paytlarda, haqiqat to'ylarda ham birga bo'lishlikda Alloh nasib qilsin. Ilohim jannat makon yurtimizga ko'z tegmasin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Ota-onadan keyin bizga yana bir ulug' inson bor. Bu ham bo'lsa biz uchun aziz bo'lgan ustozlar. Men ustozlar deganda nafaqat o'sha bizga yozishni, o'qishni o'rgatgan ustozlar ko'z oldimga keladi. Har bir kasbning o'zining ustozi bo'ladi. Mana shu davrada o'tirgan insonlar qatorida har xil kasbdagi insonlar bor. Shu insonlar ham o'zining kasbining ustozlari. Yana bir narsani shu yerda ta'kidlab o'tmoqchiman. Joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Ustozlarimizni ustozlari Sherali Jo'rayev hammamiz shogirdimiz. Valijon ham shu ustozni shogirdi bo'lgan. Shogirdi bo'lib ham mehrini qozongan shogirdlaridan edi, ilohim. Joylari jannatda bo'lsin. Hayot ustozlarimizning umrlari uzoq bo'lsin, ilohim. Doim shunaqa yosh navqiron bo'lib yuring. Qizlari baxtini ko'ring. Yaxshi kunlaringizda har doim birga bo'laylik, ukajon. Bizga bo'lgan hurmatingiz uchun sizga katta rahmat. Ustozlarga bo'lgan hurmati bu insonni boshqachada, juda ham boshqacha. Har bir insonda bunaqangi mehrli, oqibatli bo'lish qiyin san'atkorlar orasida. Sizni bo'lgan mehringizni evaziga biz kelib turibmiz bugun. Qizimiz baxtli bo'lsin. Barcha ustozlarga ta'zimlarimiz bo'lsin. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Ko'zingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Izingizdan ustozlar. Chin insonlik tavobiga baxt u hikmat bitibsiz. Chin insonlik tavobiga baxt u hikmat bitibsiz. Odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Qalbingizning yo'g'i bori mehribonsiz shunchalar.
darsini o'qir o'zingizdan ustozlar. Mo'min hayot darsini o'qir o'zingizdan ustozlar. O'zingizdan ustozlar. O'zingizdan ustozlar. Rahmat katta, sog' bo'linglar ilohim. Yana bir bor shu qizimizga baxt tilaymiz. Mana shu davrada o'tirgan insonlarni ko'zidagi quvonchlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. E'tiboringlar uchun, hurmatinglar uchun rahmat katta.